أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bütün hamd sanalar, maqtaşlar ve alqışlar alemlerinin Rabbi Allah'a olsun. Vel akibetu lil muttaqin. Bütün yaxşı akıbetler, muvaffaqiyetler uşarlarga, uyğaqlarga olsun. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Salat ve selam, kollaşla ve bütün destekleşle Allah'ın peygamberi ve bizning rehberimiz Muhammed aleyhisselam'a, onun ailesiga, onun sahabelerine ve onun yoludan mangan yoldaşlarına kıyametçe salam ve kollaşlar olsun. Esselamu aleyküm. Kaderlik Şarkı Türkistanlık karandaşlarım. Bugün Ramazan'ın 7. günü. Bugünkü sohbetimiz Feth Suresinin en ahirki ayetinden buludu. Feth Suresi degen Azatlık Suresi, Vatanni azat qilish suresi degan gap. Bu surede Rabbimiz vatanni azat qilishning ne kadar güzel iş ekanligini, nimet ekanligini, izzat ekanligini, vatanni azat qilishning gunohninki burunqi gunohlardan tortib, keyin o'tkazilgan gunohdan tortib hammasining mag'firat bo'lishiga vasila bo'ladiganligidan boshlab tushundirib keldi. En ahirsida bu sure tugaydigan yerda Allah mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffari ruhamâ'u beynehum ila ahiril ayet. Bu surenin ahirsida Rabbimiz Muhammed aleyhisselamni bizga tushundiryapti. Muhammed aleyhisselam haqqida Allah guvalık beriyapti bizga. Ey bandalarim, Muhammed Allah'ın Resuludur. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Allah'ın elçisidir. Elçi degen nima degan gap? Allah nima qilmoqchi bo'lsa, Allah nomiga ish qiladigan kishi, Allah nimini sözlemek olsa Allah namından Allah'ın kelamını sizge yetkizgan, sözleydigan ve yetkizdigan kişi. Şunun için Muhammed'nin yolu, mening yo'lam, Muhammed'nin sözlüğünü, mening emrim bilan sözleydi, Muhammed'nin kılgını, mening ruhsatim bilan qiladi. Şunun için bu Muhammed, mening peygamberim, bana qandaq iman etsanglar, Muhammed'ga shunday iman etishinglar shart deb Hazreti Muhammed aleyhisselamның peygamber ekanligini ve onun iman etişimizning mu'min musulmon bo'lishning shart ekanligini, unga itoat qilishimizning shart ekanligini bu oyat bilan e'lon qildi. E'lon qiliblar, ki Muhammed aleyhisselamga ergashganlarning sifatlarini deb berdi. Muhammedga qanday kishilar ergashidi? Muhammedga ergashganlarning bu dünyadaki süpetlere nime? Rastçılar, sohbetning temisi mi? Muhammed Aleyhisselam'a egeski rastçılarning başka insanlar bilan bo'lgan siyasi muamelesi ve münasebeti dedik ya. Bu Muhammed Aleyhisselam hem peygamber. Peygamber bo'lgandan keyin Allah'ın emri bilan ümmetke rehberlik qiladigan bir siyasiyon. Siyasiyon degan rehberlik qılalaydigan insanның, milletning, ümmetning istiqbalini o'ylab ish qiladigan, ümmetning menfaatini, insoniyatning menfaatini birinchi o'ringa qo'yib ish qiladigan kishini nima deymiz? Siyosiy rahbar deymiz-ku. Shu Muhammed aleyhisselam bütün alemlerge siyasi rehber kılıp evetilgen bir peygamber. Hem biz özümüzde şu peygamberinin ümmeti deyimiz.
kichigiltayli biraz. Biz Sharqiy Turkiston xalqini şu Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti deymiz özümüz. Rasqo biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Ümmeti bulalasak faxrlansaq bo'ladi. Faxrlanamiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti buluşumuzdan faxrlanamiz. Amma o Muhammed Aleyhisselam'a ümmet bulaş undaq asan iş yo'q. Muşo Allah hazır deb beradigan sifatga uygun bolsak Muhammedning ümmeti. Amma bu sifatga uygun bolmasak saxta ümmeti hisoblanib qolamiz. Shuning uchun Allah deydi ki: "Vallazina ma'ahu" Muhammed bilan billah bir yo'lda manganlar. Muhammedning izidan manganlar. Muhammedning izidan mengib Allah'ni razı qiladiganlar, Allah'ni razı qilish orqali ebedi baxt, saodatmanlikka erishadiganlar shunday kishilar ki ashidda alal kuffar qarshi beklam kuchliq. Kuffarga qarshi beklam kuchliq. Ruhamau baynahum o'zaro beklam mehribon, merhametlik deb Allah sifatlaydi. Endi bu ashidda kelimesini qarindoshlar tushunish uchun, bu Allohning maqsadini tushunish uchun kelimelarni tushunishimiz lazım. Ashidda u degan shadid kelimesining ko'plik şekli. Shadid degan shiddat yildizidan chiqadi, nayt kuchliq degan gap. Bardashlik bera oladigan, kuchliq, bek chidaydigan kuffarlar har qanday hujum qilsimi, moddiy, ma'naviy hujum qilsimi, har qanday kuffarlarning saxtapazliklariga, siyosiy hiylalariga qarta sezgurligi nayt yuqori bo'lgan insonlarni ashidda deydi. Ya'ni kuffarlar bu musulmonlar, ya'ni Muhammadning yo'lidan manganlarga bir ish qilaman deb bularni osonlikcha bo'y egdirmaydi deydi. Ashidda kelimesi qarindoshlar kuchliq degan bo'ladi dedik. Endi o'zimizningki mushu ashidda qatorisiga kirimizmi, kirmaymizmi? Biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan biz kuffarga qarshi kuchliqmi, kuchliq emasmi? Endi kuffarni hamda aniqlashtiraylik. Masalan, Sharqiy Turkiston xalqiga nisbatan kuffarimiz kim? Bizning kuffarlarimiz şu Xitay tecavüzçileri ve onunla işlevatkan milli munafiqlar. Bunu kafir deymiz. Munafiq degan şu kafirninki yüzünü yushirib olgan tipini munafiq deyiladi. Ma'no jihatda o'xshash. Kafir, munafiq Allohga ishonmaslikda o'xshash ishonmaydi. Ammo kafir uch-qo'shqar ishonmayman deydi Xitoydek. Munafiq ishinaman deb turib Xitoyga ishlaydi. Ishinaman deb turib Sharqiy Turkistonlikka zarar beradi. Ishlayman deb turib Sharqiy Turkistonlikning yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Buni munafiq deymiz. Endi Muhammad Aleyhisselamga ergashgan mu'min va musulmonlar bu tipdagi kafir va munofiqlarga nisbatan nayati qattiq ching turadi deydi. Allah yana başka bir ayette Peygamber Aleyhisselam'a hitap kıldı ve her bir insan hitap kılıp وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ Kafirga ve münafıka itaat kılma sen deydi. Bir müminin, bir musulmanın kafirga itaat kılıp yaşşı, münafıka itaat kılıp yaşşı bizning dinimizde to'g'ri emas. Endi o'zimizga tatbiqlagan vaqtda Sharqiy Turkiston xalqining Xitoylarga itaat qilishi ve milliy munofiqlarga itaat qilishi, ularni beshini ko'tarishi to'g'ri emas degan gap. To'g'ri emasligi to'g'ri emas-da. Endi biz hayotimizga qarab baqsak, Xitoyga qarshi kuchliq tura oladikmi? Xitoy istixborotiga qarshi, Xitoy josuslariga qarshi kuchliq tura oladikmi degan vaqtimizda ahvolimiz o'tirib chiqadi. Eğer Xitoy bizni gollayman deb kelsa, Xitoyga gollaygan bo'lsak, Xitoyning munofiqlari aramizdan chiqib bizni katanga boshlayman desa, uning orqasidan mang'an bo'lsak, biz kuchliq bo'lgan bo'lmaymiz. Biz bu kafir ve munofiqlarga kuchliq bo'lmagan bo'lsak,
Muhammed Aleyhisselam'ın aqısıdan mangan mümin musulmonlar ekanligimiz yolg'on bo'ladi. Chunki Muhammedga ergashgan sallallohu alayhi vasallam. Peygamberimiz Muhammedga ergashgan musulmon unda bo'shan bo'lmaydi. Unda ahmoq bo'lmaydi. Unda döt kalva bo'lmaydi. Ikki to'rtta nima gapga, yaxshi gapga, chiroyli gapga, saxta gapga, hiyli mikrlarga ishinib ketmaydi. Chunki ashidda nima uchun? Bizning dinimizda musulmonlarga qarshi, islomiyatga qarshi bo'lganlarni kuffar deyiladi-ku. Kuffarning versiyonlari bor. Ba'zi yerda sifatlariga ko'ra mushrik deb ataladi kuffarlar. Ba'zi yerda munofiq deb ataladi. Ba'zi yerda mulhid deb ataladi. Ba'zi yerda fasiq deb ataladi. Ba'zi yerda fajir deb ataladi. Shu kafirlarning qilayotgan qilqining xarakteriga ko'ra, insoniyatga berayotgan zarariga ko'ra Allah ularni farqli ismlar bilan ataydi. Ammo natijada hammasi kafir, hammasi jahannamga ketadigan kishilar. Aslında xatarlik eski insonlar bo'lg'achqa musulmon bularga qarshi hushyor bo'lishimiz lozim. Hushyor bo'lgan vaqtimizda qanday bo'ladi? Masalan, Xitoy bizni kontrol qilishni nim bilan kontrol qiladi? Masalan, biz chet elda yashayotgandan keyin vatandikilni askarlar bilan kontrol qiladi, saqchilar bilan kontrol qiladi, qurol yaroqlar bilan kontrol qiladi. U hamda asirga tushib qolgan millat bo'lgandan keyin uni Xitoy xonligini qilyapti. Ko'ryapmiz, bilyapmiz. Ma chet eldagilarni nima deb kontrol qilyapti? Chet eldagi musulmonlarni, chet eldagi musulmonlarga musulmon surati bilan kelib kontrol qilyapti. Masalan, xalqimiz musulmon xalq bo'lg'achqa, diniy olimlarni yaxshi ko'radigan bo'lg'achqa, nurg'un insonlar diniy olim sifatida o'tirg'i chiqib, xalqimizni kontrol qilishga tirishadi. Bunun bilan diniy olimlik maqomiga tushsak bo'lmaydi. Olimlik bek ulug', yaxshi xalqni yaxshilikqa rahbarlik qiladigan toifa diniy olimlar. Islom dini uchun, Alloh rizosi uchun xizmat qilamiz deyotgan diniy olimlarning maqomi bek ulug'. Xalqimiz buni biladi, shuning uchun hurmat qiladi. Ammo buni xalqimiz bilgandek Xitoy tajovuzchilarimi biladi. Bilgechki bizni aldash uchun o'zining istixborot xodimlarini diniy olim sifatida bizning oldimizga chiqardi. Diniy olim sifatida chiqargan vaqtda biz diniy olim bo'lgan so'gimiz bilan ergashib qolamiz. Shuning uchun bunday xilta tushmaslik uchun shu bizga xizmat qilaman degan diniy olimlarimizga qaraymiz. Ashidda bo'lamiz. Mu'min musulmon bo'lgan bo'lsak, ularga ashidda bo'lamiz. Ashidda degan nima degan gap? Bu og'izdigo oyat hadisni obdan so'zlaydi ekan. Endi bu necha vaqtni yo'q nima ish qilgan bo'g'iydi deb tarixiga bir qaraymiz. Qaysi maydonda tug'an bo'g'iydi, nada o'qigan bo'g'iydi. Mush vatanimizdan hech kim chiqolmaydigan vaqtda bu nadan chiqib, nada o'qidi, bu kimning balasi, nada cho'ng bo'lgan odam deb backgroundni, ko'rinishni surishti qilamiz. Shubhalik bo'lgan bo'lsa, unaqa ehtiyotchan muomala qilamiz. Ishinib ketmaymiz. Muomala qilishda insoniy muomala qilamiz, ammo ishinib ketmaymiz. O'zimizning sirlarimizni berib etmaymiz. Muhim yerlarga xizmat qiladigan, jon tomirimizni biladigan, kontrol qiladigan yerlarga ekanmaymiz. Mashina rulini sen tut deb mashina rulini bermaymiz. Maxfiyatlikdan bo'lgan yerga nima qilmaymiz. Faqatlam xizmat qilaman desa, xizmat qilaman deb tekshirish orqali sinoqdan o'tgan vaqtda, bu pokiz odam ekan. Sinoqdan o'tgan vaqtda ishindigan bo'lamiz. Ba'zi vaqtda yolg'iz diniy olim emas, endi xalqimiz ziyoliligini cho'ng bilgandan keyin ziyoli toifasidimi, tipidimi Xitoylar chiqirdi. Hech kim deymagan gapni deydi, pong atidi. Atgandan keyin voy nada chiqqan bo'g'itdi bu odam deb shunda rahbarimiz qilgimiz kelib ketdi. Shunda ham aqsiga qarasak, shu Xitoyning tarbiyalab chiqarganligi, nada o'qiganligi, kimning qo'lida ta'lim tarbiya ko'rganligi aniq.
Endi bir adam 20-30 yıl Xitoyda tarbiya ko'rib, kommunist ideyasi bilan cho'ng'ilab, chet-elga chiqqandan keyin bir kunda almış bilan musulmon bo'lib qolmaydi. Bir insonning ideyasining o'zgarish uchun nurg'un vaqt ketadi. Shuning uchun bunda tipdagi insonlarga aldirab ishonib ketmaymiz. Ammo ishonchilik biladigan, orqasini biladigan ishonchilik ziyolilarimiz bo'lsa, beshimizga olib ko'taramiz. Diniy olim bilan ziyolining asli hech qanday farqi yo'q. Bizning dinimizda diniy saat o'qiganlarni diniy olim deb olamiz. Fanniy jihatdan kelganda ziyoli deymiz. Ziyo degan arabchadagi diyo kalimasidan chiqadi. Yorug'liq, oydinlik, nurliq, nur chachqichi, oydinlatqichi degan gap ziyoli degan. Ziyoliq degan gap asli. Burunqa konu tilimizda ziyoliq deyishni ziyoli. Türklar shunda deydi, Qashqarli. Turkistonli deydi-ku, biz liq deganda li deb ishlatamiz. Biz konu tilimizdan ziyoliq degan gap ziyoli deb kelib qoladilar. Asli ziyoli bilan diniy olim bir gap. Chunki diniy olimning kallasi nurliq bo'ladi, o ziyolining kallasi nurliq oydin, hammani ko'ra oladigan. O ziyolining kallasidagi nur nereden keladi? Allohning nuridan keladi, Allohning ziyosidan keladi. O ma'rifatli inson bo'lg'achqa, arif bo'lg'achqa, Allohni tunig'achqa, uning bilimi uni Allohga uliyalagan bo'lg'achqa, toksimini tokku olsa, chiroq yongandek inson qalbidagi bilimni Allohga uliyalasa, kallasida lampa yonadi. Shunda alam kalla oydin bo'lib ketadi. Bunday insonlarni ziyoli deymiz. Endi biz ona birleştirip hemen dini alim desek bo'laverdi. Allah'ını tunugan ziyolini bu dini alim desek bo'laverdi. Endi Xitoy bizni aldash uchun mana shunda her türlü adamlarni chiqardi. Biz Muhammed Aleyhisselamga ergashgan inson bo'lgan bo'lsak, o'zimizni qo'g'dash, o'z manfaatimizni qo'g'dash, milliy manfaatimizni qo'g'dash nuqtasidan ehtiyojsizlik bilan muomala qilib, ularning sharridan o'zimizni va milliy manfaatimizni qo'g'day olsak, ashidda bo'lgan bo'lamiz. Endi ba'zi insonlar tarjima qilgan vaqtda kofirlarga qarshi bir qattiq deb tarjima qiladi. To'g'ri emas. Qattiq muomalada qattiq bo'lganni bizning Qur'onda g'ilab وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ deyildi. Ya Muhammed sen galiz bo'lgan bo'lsang, ya'ni muomalasini aytib qo'pil. İnsanlarga sert muomala qiladigan, yomon muomala qilgan deb qolgan bo'lsang, g'alizal qalbi qattiq, marhamatsiz bo'lib qolgan bo'lsang, sana insonlar ergashmaydi deb Payg'ambar alayhisolamni qattiq muomala qilishdan, qo'pol muomala qilishdan cheklaydi Qur'on. Bizni mi cheklaydi? Shuning uchun mu'min musulmonlar muomalasi qattiq bo'lmaymiz. Qo'pol, hurmatsiz, İslamga xilaf ma şekilde muomala qilmaymiz. Xalqni tillash qo'yasi bo'lmaydi. Bularni xususiy kishiligini tillashga qat'iy bo'lmaydi. Dinimiz cheklaydi uni. Axloqqa uyg'un emas. Muomaladimi? Unda axloqsiz muomala qilmaymiz. Normal insoniy muomala qilamiz, adolatli muomala qilamiz. Ammo milliy manfaatimizning bayiriga keladigan vaqtda uga zarar verish ehtimoli bo'lgan yerga nisbatan ishonmaslik bilan ehtiyotcha muomala qilamiz. Jon tumunimiz bayaliga ekanmaymiz degan gap. Ashidda degan bu. Ya'ni kofirning hili-mikrasiga qarshi, ta'tib propagandalarga qarshi, psixologik hujumlarga qarshi nayt chidamchan bo'ldi Muhammad alayhisolamga ergashganlar deydi. Bu kofirga qarshi. Endi ruhmau baynahum o'zaro bek marhamatli bo'ladi. O'zaro degan nima degan gap? Mu'min musulmonlar o'zaro marhamatli bo'ladi. Endi buni biz Sharqiy Turkiston xalqining boshiga tatbiqlagan vaqtimizda biz Sharqiy Turkiston xalqi musulmon xalq, mu'min xalq. Ammo 75 yillik ishg'oliyat tariximizda
Xitoy bizning milliy ma'rifimizni yo'q qilib o'tgachga ma'rifsiz qoldik. Milliy armiyamizni yo'q qilib o'tgachga askarlik ilmidan, askarlik engidan mahrum qoldik. Devletimizni tatib olgachqa, devlet tutib boqmagachqa, devlet boshqarish engi, devletchilik engidan mahrum qoldik. Siyosiy angdan mahrum qoldik. İstihbaratımız bo'lmagachqa, istihbarat engidan mahrum qoldik. Devletimiz bo'lmagan keyin xalqlar bilan diplomatik munosabat o'rnatamagan keyin xalqaro munosabat qanday bo'ladi, diplomatik munosabatlar qanday bo'ladi, bundan xabarsiz qoldik. Umuman qilib aytgan vaqtda biz Sharqiy Turkiston xalqiga manfaat bo'ladigan har qanday ilmdan, har qanday foydali narsalardan biz mahrum qoldirildik. Mahrum qoldirilgan keyin süpünüzümüz çüp ketdi. Dünya milletlerinin ahırda qaldık. Ahırda qalğandan keyin endi bu millet süpütüde hemmimizde bu illet var. Hemmimizde bu illet bo'lgandan keyin biz o'zaro bo'lgandan keyin birsimizning yetersizliklarimizni ko'rgan chog'imizda, xatoliklarimizni ko'rgan chog'imizda qanday muomala qilamiz? Marhamat bilan muomala qilamiz. Bu qarindishimning ma nuqtalarda masalan diniy jihatdan ma xatoliklari bor. Demakki bu Xitoyning yuzidan mening bu qarindishim diniy jihatdan saviyasiz qolg'achqa bunchalik ayiblar bo'ladi. Meningmi nurg'un ayiblarim bor, meningmi nurg'un qusurlarim bor. Shuningga o'xshash bu qarindishimning qusuri bo'lishi normal. Bu Xitoy tajovuzchilarining yuzidan bo'lgan ish deb o'zaro marhamat qilib, diniy jihatdagi xatoliklarni uning qalbini qirmay turib, azar bermay turib, uni tuvanga tushirib, haqoratlamay turib, chiroyli gap bilan do'stona shaklda uni tushundigan vaqtimizda normal musulmon bo'lgandan keyin uni qabul qiladi. Ba'zi insonlarning bilmay, siyosiy anga bo'lmag'achqa, bilmay siyosiy gaplarni og'zidan chiqarib soladi. Bunda insanlarga qarindishim ma'vo gap hamda his to'yg'u nuqtasidan desak to'g'ri bo'lganda qilgan bilan siyosiy nuqtadan to'g'ri emas. Ma'vo gapning o'rniga ma'ni ishlataylik deb o'zaro Xitoyga ishlamaydigan insonlarga chiroyli gap qilsa hemen qabul qiladi. Ko'rib turibmiz bu dunyoda. Netchan yilni yoqi hammadan Şinjan deydigan shu rezil ismni tashvitib hozir hammadan Sharqiy Turkiston deydigan bo'ldi. Buningda o'zaro kuyimchanlik, to'g'rini deyish orqali insonlarning ko'zining ochilishi, ong saviyasining yuqoriga ko'tarilishi bilan o'zgaryapti. O'zgarishni ko'ryapmiz. Xalqimizdagi siyosiy ongning ko'tarilayotganligini ko'ryapmiz. Mana shunday ahvolda qarindoshlar, bir-birimizga mayli siyosiy xatolik bo'lsin, mayli diniy xatolik bo'lsin, axloqiy jihatdan xatolik bo'lsin, muomala jihatdan xatolik bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar biz o'zaro bo'lgan vaqtimizda marhamatlik, rahmat tuyg'usi bilan muomala qilamiz. Mushummi menga o'xshash bir mazlum Xitoyning zulmiga uchrab ketgan qarindishim. Buning bu xatoligini deb qattiq tegsam bo'lmaydi deb marhamat bilan muomala qilamiz. Birsimizga kang qo'sab qo'yamiz. Birsimizga gap qilish uslubini bilmay, qalbimizni qirib qolgan bo'lsak, kechirim qilib etamiz. Eng az kechirim so'rgandan keyin kechirim qilib etamiz. Qarindishim mag'ibni manda o'ylab deb qopganman, sizni xato tushunib qopganman, aslida bu eski odam emaskanlar. Unda bo'lgandan keyin men falon vaqt degan gapimdan uzr tilayman, xafamasizlar degandan keyin kechirim qilib etamiz, afv qilib etamiz. Kel qarindishim deb quchoqlashib do'st bo'lib olamiz. Mushunda qilib o'zaro marhamatli muomala qilgan vaqtimizda qarindoshlar, insonlar bilan do'st bo'ladi. Aileler bilan do'st bo'ladi. Teşkilatlar bilan do'st bo'ladi. Jamoatlar bilan do'st bo'ladi. Davlatlar bilan do'st bo'ladi. İnsaniyet ittifoq etadigan hal keladi. Bu ahvol Muhammad alayhisolamning ummatiga yarashadigan bir ahvol. Bunda bo'lmaychi, xuddi bijaning sotchisidek yoki bijaning saqchisidek kichikni ayibni ko'tarib olsak, dapni chelib, shunda qilib shamisha haqni rezil qilib o'ynasak, ittifoqlik deydigan narsa qolmaydi. Qanday o'zimizni g'ururlik, izzatlik deb hisoblasak, eng eski deyilayotgan insonlarning g'ururligi o'ziga tushlik, shuningdek izzat nafsi bo'ladi o'ziga tushlik. Xalqni haqorat qilish bilan,
tillash bilan bir yerdan bir yerga ekagili bo'lmaydi. Bularmi Sharqiy Turkiston xalqi Xitoyga ishlamasa, milliy munofiqlar bo'lmasa, qandoq marhamat qilsak, qandoq chiroyli muomala qilsak, qandoq keng qo'saq bo'lsak, arziydi bizning xalqimiz. Ma chet elda birimiz bilan tillashib, umumlashib, birimizga dushmandek bo'lib ketgan bilan qarindoshlar. Shu xalqni shu vatandagi xalq deb o'ylab boqaylik. Biz xalq bek oqko'ngil xalq. İşimizde ağırıp gittiğin, istiklam təsirinip gittiğin obdan xalq. Endi bu karakterimizden Xitay obdan paydalanıp gitip vardı da, bunu Xitay paydalanma, yüzümüz paydalanışımız lazım. Birimizden affı kılışımız lazım, kem kusak kılışımız lazım. Haq eskilik kılsa, yaxşılık kılışımız lazım. Aş Kur'an'daki eskilik kılığına, yaxşılık kılsan degen gap, özara buluvatkan gap bu. Ama düşman eskilik kılsa, yaxşılık kılsa dediği ayet yok. Düşmende eşiddâ alel kuffar. Düşmenge karşı nayet çidamsan bulursan, ona boysunmaysan, itaat kılmaysan dedi ayet. Biz hem de qarindoshlar özara ittifaqimizni saqlash uchun hem Muhammed Aleyhisselam'a ümmet bulalışımız için özara keng qo'saq bo'lmasa, bir-birimizning ig'rini ko'tarmasak bo'lmaydi. Bo'lapmi? Ma tashkilot egalari Bulapmı? Ma hükümet a'zolari, xalq bilan muomala qiladigan insonlarda hem xalqqa qarshi keng qo'saq bo'lash, hem o'zaro bir-birimizga keng qo'saq bo'lsak bo'lmaydi. Keng qo'saq bo'lmasak bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki keng qo'saq bo'lmagan vaqtimizda adovat tutishga to'g'ri keladi. U adovat kallamizni mashg'ul qiladi. Asli qiladigan qilishga tegishli ishlarimizni qilib qo'ymaydi. Shuning uchun kallamizda bir odamni tillash, bir odamni haqorat qilish chirvag'an bo'lsa, istig'for aytaylik. Illaki deydigan ish bo'lib qolsa, demasak bo'lmaydigan bo'lib qolsa, uni demasak, uni xalqimiz bilib olishga tegishli bir munofiq bo'lib qolsa, yo bir munofiqning ziyni bo'lib qolsa, bu shu munofiqning qiliqini, shu munofiqning Xitoy bilan bo'lgan munosabatini oshkorlab qo'ysak bo'ladi. Uning oilasiga, shaxsiy ar-nomusiga til tekkizib, balki sat gaplar bilan tillasak, bu balki o'zimizning sifatini tushirib olgan bo'lamiz. Adovatni uyg'ontib etishdan boshqa o'zimizning sifatimizni tushirib olgan bo'lamiz. Shuning uchun qarindoshlar, biz o'zaro keng qo'saq bo'lishga majbur. Xitoyga qarshi va milliy munofiqlarga qarshi beklam ehtiyotchan, beklam gumonxo'r bo'lishga majbur. Chunki u Xitoyga ishlaydigan munofiq. Uningdan gumon qilmasak, o'zimizga zarar beradi. Chunki u munofiq bizning tipimizga kirib olib kiradi bizning yanimizga. Uyg'urcha so'zlaydi, dindor bo'lgan bo'lsak, diniy nuqtadan so'zlaydi, dindor bo'lmagan bo'lsak, boshqa nuqtadan so'zlaydi. Biz nimani yaxshi ko'rsak, shu nuqtadan so'zlab kelib, bizni o'ziga ram qilishga, o'ziga tortishga tirishadi. Shuning uchun mu'min musulmon kafirga qarshi, milliy munofiqlarga qarshi bek hushyor bo'lishimiz lozim. Bek gumon bilan muomala qilishimiz lozim. Shuning uchun Xitoy va Xitoyning yaloqchilari chet eldagi inqilobimizga yaqin keltirmasligimiz lozim bularni. Yaqin keltirmaslik uchun gumon qilishdan boshqa nima yo'q. Bu istixborotning rasmiysi gumon. Bu bir qoida-ku. Nurg'un Uyg'urlar deb qo'ydi, Uyg'urdan xoin chiqmaydi, Uyg'urdan nima chiqmaydi, josus chiqmaydi deb. Bu naq Xitoy josuslarining og'zidan chiqayotgan gap. Bizning vatandek mo'l husulluq, boy bir zaminni besib olgan bir dushman bu zaminning egisining orasiga josus so'qmay qolamdi. Bo'lapmi hozirgidek Xitoyga ishlashga majbur qilayotgan 30 million xalq, 40 million xalqning orasidan bo'lapmi chet elga josus chiqamay qolamdi. Xitoy istixborotining tashkilotlari chet elda istixborot shabakasi bo'lmay qolamdi. Chet elda Xitoyga ishlaydigan Xitoy istixborot tashkilotining a'zolari bo'lmay qolamdi. Buni kichik bo'limi bo'ladigan narsa, ammo milliy
münafıqlar, Xitayga işleydiganlar Uyg'urdan casus chiqmaydi deydi. Bu bizni uqultish uchun Xitay tarafidan berilgan emr farmonning e'loni qilinmoqda. Shuning uchun hushyor bo'laylik. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden buluşqa Rabbimiz bizni nasip olsun. Muhammed Aleyhisselam'ı itiraf qiladigan, Muhammed Aleyhisselam'a iman etadiganlardan qılıversin. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bo'lgandan keyin kafirlarga, milliy munofiqlarga nayt kuchli turadigan, ehtiyotchan turadiganlardan qılıversin ve o'zaro marhamatlik, kang qo'saq, kuyimchan kishilardan qılıversin. Biz yaşagan müddetçe İslamiyet'ten ayrılmasın. Ölüdüğün çağımızda tövbe ve imandan ayrılmasın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.